Og'abek, sil joyingga yotgin. Yo'q. Qolganini ertaga davom ettirarsan. Kel, uxlagin. Yo'q. 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 Nega meni konspekt daftarlarimni yirtasan? Mehruz, bularni bu ataylab qilgani yo'q. Ataylab qilmagan? Nimalar deyapsan? U doim menga shunaqangi pand bergan. Ertaga imtixonim bor edi. Endi nima qilaman? Menimcha, doktorlar aytgan gaplari rost. Ertaga borib o'zim yaxshilab gaplashib kelaman. Menga farqi yo'q. Rostdan ham vaziyat jiddiymi? Ha, ertaroq bu operatsiyani boshlamasak bo'lmaydi. Qancha pul kerak bu operatsiyalar uchun? Operatsiyadan keyin 2 oylik muolajalar bilan 20 ming dollar ketadi. Keyin bu operatsiyani biz qila olmaymiz. Chet eldan mutaxassislar chaqiriladi. Kelib o'shalar qilishadi. Tushunarli. Iltimos, operatsiyani tezlashtirmasak bo'lmaydi. Vaqt juda oz qolgan.